sizga nima yordam kerak, nimadan qiynalyapsiz? Mana shu ustini joyishim kerak. Yordamdan ham mana shuncha bo'ldi. Hamma yordam berdi. Behqa? Jiyanlar, shular odamlarni ketak pul tashladi, berdi. O'zingiz qayerga yashaysiz? Yashaysiz. O'zim rakam bilan taraydim, ularni chiqardilar. Rakam bilan taraydim, bu ham chiqardi. Hozir o'lgan akamniki Navruzga shartda juda qiyin. Judayam sharoiti qiyin. Chiqaryaptilarmi? Nechta farzandingiz bor? Bitta qizingiz bor. O'zingiz necha yoshda onajon? Necha yoshga kirdingiz? 56-yilda 70ga. Maşallah. Judayam qiynaldi. Shu 24-yildan beri ishimiz yarim oyda. Bu bolalar bor ekan tayyorlaysiz. Ammo shu bolalarni kelganidan bitta qarindashim berib 1,5 ta uyga chiqargan. 1,5 ta uyga. Baraka topsin, o'lgan bo'lamdi, bolalari berdi. Endi bag'aj yo'q, shuni bitta uyda bo'lsa ham shu vaqtda desam, birdan bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Hech sharoit yo'q. Pensiyam o'zimni kasalimni, mana tilimni tortib qoldi shu shovala baligi nervdan davrdan chiqib qolsam, quloqlarim ketib ketdi. Bu bolalar kimniki onajon? Ana bolalar kimniki? Bu odamni o'zini ko'rgida yiqiladi. Behqana? O'zi bu ham hashar yo'l bilan bo'lgan narsa bu. Hasharni bo'lyapti. O'zim bitta pensiyaga qaradim. Jilda 2 mahal davolanmasam har vaqtda juda kasal. Davrini ayar. Bir sharoitim og'raydi. Ayam tuzab o'tirgan bo'lmaydi. Birovlarga juda qiynalib ketdim. O'zim bilan tushamiz yaxshi deyman. Yoshlar. Mana agar nimangiz bo'lsa ayting. Hech bir kishi mana saxovatli insonlarimiz yordam beradi. Aynan sizlardan. Ayting nima bo'lsa mana shu insonlar mana YouTube'ga qo'yiladi, Telegram o'zimizning gruppamizni o'tkazadi, xolos mana shu ko'radi, saxovatli insonlarimiz Xudo taolo ko'ngliga solsa yordam beradi. Hech narsa emas bu. Xudoga kim menga qarasa, Alloh qarasin, ishlarini omadini bersin. Bola chaqalarni huzur halovatini ko'rib, yuzlarini yuzlashib, shu ish qilib sog'ina bilsin. Hamma bolalarni boshiga sog' salomatgina bilsin. Ishlarini omadini bersin, martabasi ulug'. Hurmatli mana Saxovat Beshalar Urgut ahli hamyurtlarimiz mana Jo'raqtepa mahallasiga mana onaxonimizga masalan bizga murojaat qilganlar mana shu uylarni ustini yopishga amaliy yordam so'rab murojaat qilganlar shu murojaatlarga asosan mana onaxonimizga nasib bo'lsa Xudo xohlasa homiylarimiz tarafdan Saxovat Besha insonlarimiz tarafdan yig'ilgan masalan bolalarimiz keldi mana Xudo xohlasa bolalarni tushirib olsak inshaalloh bu behgona qarab turmaysizlar degan umidda biza qo'llaridan kelgancha mana bizga murojaat qilinglar. Mana shu yerga telefon raqamlarimiz bor, karta raqamlarimiz bor. Shunga murojaat qilsanglar, mana shu onaxona uylarimiz ustini yopib bersak, Alloh taolo ularni jannatdan qasrlarni bersin barchamizga ilohim. Jannatga birga inshaalloh barchamizga Alloh nasib qilsin ilohim. Yaxshi kun so'ramaram. Olov vassaleylar nimalar chiqimimiz keldi Xudo xohlasa. Biron haftalardan keyin bo'lgandan keyin sarapillar rekalari bor, mana eshik tirzalari bor, imoratlarni shunga yordam berasizlar degan umiddamiz nasib bo'lsa. Xudo xohlasa mana shu nasib bo'lsa shuni yoqib Xudo xohlasa yordam bersak inshaalloh jannatdan umid bor bizga Xudo xohlasa jannatga birga kirishni Alloh barchamizga nasib qilsin ilohim. Mana bu Olim va tojonamizning uylari mana bitgan jarayonlari uylarni mana eshik tirzalarini qurib kesilgan jarayon uylarini tashqi qismi bu ko'cha qismi. Tojonovlar, assalomu alaykum. Qanaqsiz? Charchamoqsizmi? Sog'lik, salomatligingiz yaxshimi? O'zgingiz yaxshimi? Qani o'zingiz? Kayfiyatlar, sog'lik, salomatlik yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? Allohga shukr, rahmat. Hurmatli Saxovat Besha insonlar, kuzatuvchilarimiz, barcha podpischilarimiz, barcha ahli mo'min musulmonga
Mana biz hozir Samarqand viloyati Urgut tumani Vaqf fondi xayriya jamoat volontyorlar tomonidan mana shu bugun o'zi 2025-yil yozga qilingan mana Toja onamizni bizga murojaat qilganlar yuzasidan uylari mana böyle korobka holatga edi. Shundoq ustida hech qanaqa nimasi faqat devorlari terilganida bizga murojaat qildilar. Yordam beringlar shu uyga deb hashar bilan qilingan ekan. Qo'limizdan kelgancha mana shu holatga olib keldik uylarni mana yangi gilamlar mana hozir olib kelib tashladik. Bargazonda akamiz, tadbirkor akamiz Sagilam Sota ekanlar. İsimlerini aytmadilar, duo qilib qo'yasizlar dedilar. Mana shu kishimizni yangi gilam berdilar. Xudo xolasa mana shu uylarni mana onamiz uylarni o'zlariga topshiramiz. Toja ona gapiring qani uylardan bizdan ko'nglingiz xizmatlarimizdan nimalardan rozimisiz? Kamchilik bo'lmadimi? Mana qo'limizdan kelgancha uyingizda mana shu olib kelish jarayoniga mana shu saxovatpesha insonlarni, saxiylarni mana shu uyingizga katta kichik kimdir 2000 bergan, kimdir 100 ming, kimdir bolol, kimda kim nimaki hissasini qo'shgan bo'lsa shu uyingizga Allohlardan rozi bo'lsin. Shularga haqqiga bitta duo qiling. Nimaki mana shu xonadoningizga hissasini qo'shgan barcha saxovatpesha insonlarimizni avvalambor mana shu yurtboshimizga mana shunday tinch yurtimizni saqlab turganlar uchun o'sha kishini sharofatlari bilan biz mana shu qo'limizdan kelgancha mana shu xizmatlarni qilamiz. Mana shularning haqqiga bitta chiroyli qilib bitta duo qilasiz. Xudo xolasa bizga bitta duo berasiz, biz shu bilan ketamiz xudo xolasa. Qani, o'qing qani bismillahirrohmanirrohim. Shu uyimni tikka bitkazib berganlarimiz uchun rahmat. Amin. Kim bachchama kattama. Ilohim. Kim nima niyatda bergan bo'lsa niyatlari ijobat bo'lsin. Ilohim. Martabasi ulug' bo'lsin. Ilohim. Zuvalasi butun bo'lsin, oltin boshi omon bo'lsin. Ilohim. Menga qarashibdi Alloh ularga biriga 1000 bersin. Menga million bersin. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ilohim. Loyi bolalarni huzur halovatini ko'rib yursin. Ilohim. Nima niyatda bergan bo'lsa niyatlari ijobat bo'lsin. Ilohim. Sizlarga ham rahmat. Ayniqsa egovlaringizga katta rahmat. Mana chaqirgandagi shuncha meni hojatimni ravon qildilaringiz. Ilohim. Martabalarimiz ulug' bo'lib, ishlaringizga rivojini bersin. Ilohim. Xudoya topgan tutgani hamma nima niyatda bergan bo'lsa, topgan tutgani to'ylar bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Ilohim. Niyatlari ijobat bo'lsin, hamisha to'y tomosha bo'lsin. Allohu akbar. Katta rahmat, xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Bizning xizmatimizga rozi bo'ling. Nasib etsa yaxshi kunlar kelib, choy ichib, nasib etsa O'tamiz bitta chiqib. Xudo xolasa endi bu bitta obyektimiz bor, o'sha yerda qarashimiz kerak. Xuddi sizga o'xshagan bittasini nima qilganmiz? O'sha usulda ishlabdi, nasib etsa yerda qarashimiz kerak. Xudo. Toja ona, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Ilohim Alloh sizga umringizni uzoq qilsin. Alloh sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, hamshahrilar, ham savodpesha insonlar, ham kuzatuvchi podpischilarimiz. Buni biz har doimgidek Jarobtepa mahallasiga Olimo Tojaxon uylarida oxirgi mana eshik tirzalarini qo'yish darajasiga kelib, Xudo xolasa mana uylar yopilgan. Mana eshik tirzalarni biz Vaqf fondi xayriya jamoati Samarqand viloyati Urgut tumani Vaqf fondi xayriya jamoati volontyorlar tomonidan qilingan xayriya ishlarimizdan bittasi nasib etsa ana onamiz. Onajon horma, assalomu alaykum. Qanaqsiz? Charchamabsizmi? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Usta bo, Chere подождите, пожалуйста. Onajon, bizlarning xizmatdan, bizlarning nimalardan ko'nglingiz xotirjam to'ldimi? To'lyaptimi yo to'ldimi? To'ldi. Malades. Baraka topamiz. Bizlardan kamchiliklar, rozimisiz bizlardan Vaqf fondi xayriya jamoatidan, Urgut tumanining qilgan xizmatlarimizga, mehnatlarimizga rozimisiz bizlardan? Roziman, endi mana shuncha qilyapsiz, Xudoga shukr. O'zimga qo'sa qilolmaydi. Rahmat. Bitta duo qilib qo'yasiz, barcha homiylarimizni, tashkilotchilarimizni barcha bitta duo qilib qo'yasiz, nasib bo'lsa. Amin.
Kırak şişlerimiz altın mısın? Altın başlarımız aman mısın? İlohi amin. Balalarımızı başı sağ salametine bulunsa. Mine kim karışkan bulsa İlohi amin. hammasiga Allah qarasın. Mendan qaytman bo'lsa Allohdan qaytsin. İlohi amin. Xudoya biriga 1000 bersin, menga million bersin. Bola Amin. chaqalarni boshiga sog' salomatligini bo'lib, ishlaringizni omadini berib, Xudoya yuzlar bilan yuzlashib qo'shganlar. İlohi amin. Chaqarib sog' salomatligini bo'lib jiramiz. Allah mana bugun muborak juma kuni ayomda mana oxirgi ish kirzalarni qo'yib berdim onamizga mana. Baraka toping. Mana bu yerdan boshqa ustalar shu olgan, oldin bizada oldin shu olib ketgan ustalar baraka topgur. Qo'llar dard ko'rmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, baraka topinglar. Hammalaringga katta rahmat.